Hijama haqida juda ham ko'p fikrlar bor deb aytgandik. Eng asosiy bitta fikrni aytmoqchiman sizga. Odamlar orasida sahr, ya'ni qandli diabeti bor odamlarda hijama qildirish mumkin emas degan tushuncha borda. Juda ko'p eshitamiz. Shaxsan o'zim 1000 martalar qilganman hijamani. Xo'p, qandli diabeti bor odamlarda. Qandli diabeti bor odamlarda hijama qilish 100% mumkin. Buni hech qanday xavotirlik joyi yo'q. Hijama qilinganda qandli diabetda kesilish bo'lganda u bitmay qoladi, yara bitmay qoladi degan tushuncha shunchaki yolg'on. Siz bemalol agar qandli diabetingiz bo'ladigan bo'lsa, bo'yindan, boshning yuqori qismlaridan va sunnat bo'lgan nuqtalardan hijama qiling. Hech qanday yomon salbiy taraflari bo'lmaydi. Juda ko'p bo'lganda vaziyatga qarab, o'sha bemorning holati, jinsiga qarab 100 gram, 200 gramgacha olish mumkin. Gavdaning katta kichikligiga ham e'tibor beriladi. Qandli diabetda, sahrli diabetda 100% hijama qilish mumkin. Qo'rqmasdan oldiraveringlar. Sog' bo'linglar.